Assalomu alaykum, Azizbek Olimjonov kanalining qadrli obunachilari. Barchangizga kun xayrli bo'lsin deya. Do'stlar, hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays tur firmasining rasmiy ofisiga yetib kelganmiz azizlar. Bugungi video syomkamizda siz obunachilarimizga oktyabr va noyabr oyiga yangi qabullar boshlangan, shular haqida batafsil ma'lumot berishga harakat qilamiz. Video boshidan bir donagina like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, Umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan yaqinlarga, aka-uka va opa-singillarga videoni yuborib qo'yishni unutmanglar azizlar. Ekran qarshisiga yaxshilab joylashib oling. Biz video syomkamizni Azizbekning o'zidan batafsil ma'lumotlarni olib, siz obunachilarimizga yetkazishga harakat qilamiz. Azizbek, assalomu alaykum. Va alaykum assalom, xush kelibsiz. Charchamayapsizmi ishlar bilan? Azizbek, hozirgi kunda oktyabr va noyabr oyiga qabullar boshlandi dedingiz. Ya'ni oktyabr oyiga qachon va qayerdan reyslarimiz bor va noyabr oylariga reyslarimiz qanday bo'ladi? Shular haqida ma'lumotlarni berib o'tsangiz. Hop, Farg'onadan reysimiz bor. 29-oktyabr kuni Farg'ona Madina yo'nalishi bo'yicha reysimiz bor. 31-kuni Farg'onadan Farg'ona Jidda yo'nalishimiz bor. Namangandan 27-31 kunlari, oktyabr kunlari Namangan Jidda yo'nalishimiz bo'yicha reysimiz bor. Toshkentdan kunda-kunora Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha reysimiz bor. Demak, ya'ni hozirgi kunda mana shu aytib o'tib ketilgan sanalarimizga qabullar davom etmoqda, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, tavsiya beraman, agar siz ham yaxshi niyat qilib Umra ziyoratiga ota-onangiz va oila a'zolaringiz bilan birgalikda bormoqchi bo'lib yurgan bo'lsangiz, ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling va aloqaga chiqing, o'z joyingizdan bron qilishingiz mumkin do'stlar. Biz sizga eng ishonchli va garantiyali tur firmasi Centrum Holidays'ni tavsiya beramiz do'stlar. Xo'p, Azizbek, ya'ni safarimiz necha kunlik bo'ladi va qayerlarda bo'ladi? Shularni ham bir qator tushuntirib o'tib ketsak. Safarimiz 14 kunlik bo'ladi. 3 kun Madinada, 11 kun Makkada bo'ladi. Madinada 2 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi. Makkada 3 mahal o'zimizning milliy taomlar beriladi. O'zimizning o'zbek povur akalarimiz xizmatda turishadi. Xudo xolasa. Ya'ni o'zbek povurlari o'zlari issiq taomlar bilan, tansiq taomlar bilan siylashadi, xudo xolasa. Xo'p, gostinitsa oraliq masofalarimiz qanday bo'ladi? Madinada 300 metr atrofida bo'ladi, Makkada 1,5 kilometr atrofida bo'ladi. 5 mahal namozga Makkadan o'sha avtobuslarimiz qatnaydi. Bemalol hech qanaqa muammosiz borib kelsa bo'ladi. Yoshroq aka-ukalarimiz bo'lsa, piyoda ham borib kelsa bo'ladi. 10-15 metr atrofida haramga kirib olishadi. Demak, bemalol piyoda borib kelish imkoniyati ham bor. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, yana ham to'liqroq ma'lumotlarga ega bo'lmoqchi bo'lsalaring, ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, aloqaga chiqib, o'z joylaringni bron qilishlaring mumkin. Xo'p, Azizbek, hozirgi kunda mana shu aytib o'tib ketilgan sanalarimizning narxlari qanday bo'ladi? Farg'ona bilan Namanganda o'zi asl narxi 1100-1200 dollarlik paketlar bilan 1050 dollardan qilib beramiz oxiri. Xo'p, Toshkentda 1000 dollar qilib beramiz. Toshkent 1000 dollardan qilib beriladi. Namangan nimada? 1-noyabr kuni Farg'ona Madina yo'nalishimiz bor. 1100 dollar qilib beramiz. Noyabr oyiga 1100 dollardan qilib beriladi, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, mana o'zlaring eshitdilaring, to'liqroq ma'lumotlar yana ham ekrandagi raqamlarda bo'ladi. Xo'p, Azizbek, to'lovlarni qanday amalga oshirishadi? To'lovlarni bizga Telegramdan aloqa qilsa, mana shunaqa bank shot raqamini tashlab beramiz. Eng yaqin bankdan borib to'lov qilib berishadi. Cheki bilan zagonan pasport tashlab bersa, joylarni bron qilib beramiz. Xudo xolasa. Agarda musofirdan kuzatib turgan aka-ukalarimiz bo'lsa, Telegram, WhatsApp orqali ham bemalol savollaringni yo'llashlaring va o'z joylaringni bron qilishlaring mumkin. Xudo xolasa, siz obunachilarimizga imkon qadar chiroyli narxlarda, ya'ni chegirmali narxlarda qilib berishga harakat qilinadi, xudo xolasa Azizbek. Xo'p, Azizbek, 14 kun safar mobaynida qayerlarga boriladi? Xo'p, Madinada Payg'ambar razalariga ziyorat qilinadi. Hurmo bog'i, Qur'on bosmaxonasi ziyorat qilinadi. Makkada Toyib shahri va Qizil dengizga sayohatlarimiz bor. Xudo xolasa bo'ladi. Boshlarimiz o'zlari ko'rsatib, yo'l yo'riqlarni o'rgatib ziyorat qilib kelishadi. Ya'ni 50 boshlar birgalikda ketishadi, xudo xolasa. Borib ko'rsatib, ibodatlar qildirib kelishadi. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, mana o'zlaring ko'rdilaring, sizlarga to'liq ma'lumotlarni berdik degan umiddaman. Agarda videomizda xato va kamchilik bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Yoqqan bo'lsa like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar azizlar. Azizbek, sizga ham rahmat. Mana shunday chiroyli chegirmali narxlarda obunachilarimizga imkon qadar chiroyli narxlarda qilib berasiz degan umiddaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videoda ko'rishguncha omon bo'ling azizlar. Rahmat hammaga.